Assalomu alaykum. Biz ishimizni qiziqib kuzatib boruvchi qadrdonlar. Samarqanddagi zinamiz alhamdulillah juda ham bir chiroyli bo'lib tayyor bo'ldi. Zinamiz MDF yong'oq shpondan bo'lgan stupenkalari, balazinalarni yong'oqdan qilib berganmiz. Juda ham chiroyli bo'lyapti. Eski holati zinamizda birinchi stupenkamiz ham 4 burchak bo'lgan, klientimizning talabiga chekka tomonini dumaloq qilib shunaqa fason chiqarib berganmiz. Zina hapshipga qilgizmoqchi bo'lgan klientlarimizga eslatma, agar zinasini oldi 4 burchak bo'ladigan bo'lsa, bunaqa arka qilish iloji bor narsa. Tepa tomondan ko'rinishi zinamiz. Doksan 18 nomerlarimiz doimiy aloqada. Telefon qilaverasizlar. Samarqand shahrida zakazlar bo'lsa, yana bir 4 kun uzoq shu yerda bo'lamiz. Yana bitta ustanovkamiz bor. Telefon qilsalar, chetdaligimizda imkon qadar ishlarni bitirib ketishlikka harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ishimiz rivoji uchun like, podpiska tugmasini bosib qo'yaverasizlar.